Briltal masalar ko'pincha 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Bunga sabab shu yoshgacha bo'lgan bolalarda gematoensefalit baryer, ya'ni bosh miya bilan qon tomirlar o'rtasidagi to'siq yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bunda bolalar gripp yoki shamollaganda issig'i chiqib, tish natijasida sudorga beradi. 9-40 bo'lishi shart emas, 38,5 da ham sudorga berishi mumkin. Agar o'z vaqtida e'tibor berilmasa, bu epilepsiya kasalligiga aylanib ketishi mumkin. Bolalarda bunday holatni kuzatilishiga ko'p sabablar bor. Bu o'sha bolani hali organizmi to'liq yetilmaganligi, miyada gidrofil, ya'ni suv moddasining ko'pligi, miyani neyronlarini miyaning qobig'i bilan o'ralmaganligi, shu ismaga, infeksion agentga, intoksikatsiyaga shunaqa reaksiyasi bo'ladi bolalarda. Bu ko'pincha 20% bolalar, bu degani har 5-bola 5tadan bittasi umrida bir marta bo'lsa ham ismada shaytonlash xurujini o'tkazgan bo'ladi. Bunda ko'pincha nimalarga ahamiyat beramiz? Bolani birinchi bo'lib qondagi kalsiy miqdori, umumiy qon tahlili, gemoglobinni ko'rish kerak. Elektroensefalogramma tekshiruvidan o'tkazish kerak. O'choq bormi, yo'qmi? Kerak bo'lsa, neyropatolog tavsiyasi bilan MRT, MZQT, yana boshqa chuqur tekshiruvlar o'tkaziladi.